Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli bizni obunachilar va ko'rib turganlar. Xo'p, bizning navbatdagi obzorimizda ko'rib turganingizdek hammaga yoqadigan shohona so'rimiz qo'l ishlaridan. Xo'p, mana bu gullari qo'lda o'yib chiqilgan bo'ladi. Shuni sizlarga hozir tanishtiramiz. Videolarimizda kamchilik bo'lsa, xatolar bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Hop, biz kanalda yangimiz, kanalimiz rivoji uchun like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizga umiddamiz. Bundan-da zo'rlarini ko'rsatishda davom etamiz, xudo xolasa. 2026-yilda xudo xolasa, nasib bo'lsa, eng trendda bo'ladigan so'rimiz xudo xolasa yangilik, yangi fason, nomi toy deb qo'yishadi. Toy, mana oyoqlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham hashamdor chiqqan bu. Barchalarimizga shunaqa so'rilarda duolarni olib o'tirishlik nasib qilsin, xudo xolasa. Xudo xolasa narxlarni ham kelishilgan holda juda qulay qilib beramiz. Razmeriga keladigan bo'lsak, bunaqasi 2,5 metr, bunaqasi 3 metr. Shunaqa ishlangan mana. Bo'lay razmerlarni ham qilib beraveramiz zakas asosida. Hop, ko'p kutilmagan holatda birinchi narxini aytaylik. Yana bir aylantirib ko'rsatib qo'yaman keyin. Narx-navosi hozirgi kunda 2025-yil dekabr oyining 12-chislosida turibmiz. 15 million so'm qilib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga nomerlarni yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'llari ham juda ham laklab, silliq qilingan mana. Bemalol mana artib-artib ishlatilaveradi. Oyoqlari yong'oq bo'ladi. Oyog'i ham juda ham yangilik fason. Nimaga o'xshayapti? Lola gul, atir gul degandek. Shunaqa fasonlari. Mana bulari ham qo'lda o'yib chiqilgan, qo'l mehnatida bo'lgan. Hop, bu 15 millionning ichiga hop vodiy bo'ylab dastavkasi, ustonovkasi kiradi. Qolgan viloyatlarga, Pervalni u yog'iga o'tadigan bo'lsa, 800 ming so'm dastavkasi, ustonovkasiga qo'shiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Menimcha to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Yana bir qator pastda nomer bo'ladi. Telegramdan yozsalaring, bemalol javob berib yana bir qator tanishtirishim mumkin. Bizda bitta bu fason emas, boshqacha fasonlar ham bor. Bizda misol 950 ming so'mdan tortib, hop, shunaqacha 15 million 2000 dollargacha so'rilar bor. Shu razmerda abishniy so'rilarimiz 4 million 100 ming so'mdan bo'ladi. Mana bunday mana. Bu yerda razborniy holatda, yig'ilmagan holatda turibdi. Mana bunday so'rilarni aytayapman. Yoqqan bo'lsa, albatta videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, olmasangiz ham like bosib, shunaqa so'ri istab yurgan, qidirib yurgan tanish bilishlarga videoni uzatib qo'ysangiz, juda ham manfaatli bo'ladi. Videoni oxirigacha erinmay ko'rganingiz uchun rahmat, albatta ketkizgan vaqtingiz uchun. Kanalga obuna bo'lishingizni yana qaytadan so'rab qolamiz. Shunaqangi ajoyib narsalarni chiqarishda davom etamiz. O'rtasiga xon taxta kerak deganlarga uni ham o'ziga patsivit qilib yasab beraveramiz, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.